Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz xalqimiz, biz mana Parshes uchastkasida qurilayotgan uyimizga kelib, mana shu yerda qurilishlarimiz davom etyapti. Alloh fazli bilan Muhammad Yusuf ukajonimiz mana uylari ham bitishiga oz-moz qoldi. Muhammad Yusuf necha qoldi uka, xudo xolasa. Endi aka-ukalar inshaalloh отделочный ishlarimiz boshlanib qoldi. Ertadan ustalar tushib, bizdagi yo'llar bitib qo'ydik. Inshaalloh ishlarni boshlaydi. Endi bu video qilishimizdan asosiy maqsad shuki, usta haqqilariga mablag'imiz yetishmovchiligi bor va ustalarga bunday aytganda shpakilovkalari bor, lekin abo'ylariga yana mablag'larimizni yetishmovchiligi bor, birodarlar. Chunki iltimos qarab turmaysizlar degan umiddamiz. Shu qish kelib, sovuqlar tushib ketguncha, yog'in shachingacha shu yerlarni bitirib, shu ishlarni qilib qo'yaylik degan umidda edik. Birodarlar, ko'rib turganlaridek eshik romlari qo'yildi. Bugun erta inshaalloh verandaga zakaz berganmiz, u ham kelib o'rnaydi inshaalloh. Ozgina qoldi xolos. Unaqa ko'p emas. Hammamiz ozginadan qolsak inshaalloh bu ish bo'lib ketadi. Shu u yoq bu yoq 200 ming, 250 minglik joyi qoldi xolos. Kerak bo'lsa, bunday aytganda bir kishi ko'tarib qo'yadigan joyi buni. Shuni kelinglar, hammamiz birgalikda bunday aytganda bir yoqadan bosh chiqarib deydi-yu, hammamiz ko'pchilik bir harakat qilsak, tomon-tomon ko'l bo'lur deydi. Shuni tezroq bitirib qo'yaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.